Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Bugun ko'pchilikni qiziqtirgan savol javob bermoqchiman. Ya'ni bugungi kunda eski turdagi avtomobillarimizda 40 yildan oshgan avtomobillarimizda davlat ro'yxatiga olish va ularni davlat ro'yxatidan chiqarishlar amalga oshirilmoqda. Shu bois ko'pchiligimizda bu holat xavotirda solmoqda ko'pchiligimizda. Ya'ni xavotir shundan iboratki, avtomobillarimizda harakatlangan paytida GAI xodimlari ularni to'xtatib, jarima maydonida saqlab qoladimi yoki umuman olib qo'yadimi degan savollarga javob bermoqchiman. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 9-martdagi 123-sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida hududdagi profilaktika inspektorlari va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari, ya'ni GAI xodimlariga topshiriq berilgan. Eski turdagi avtomobillarimizni davlat ro'yxatiga olish va ularni davlat ro'yxatidan chiqarish ishlari amalga oshirish paytida, yo'llarda harakatlangan paytingizda yoki uyingizdagi avtomobillarni vizor kuzatgan holatda ularni texnik parametrlariga mos va yoki mos emasligini ko'radi. Mos bo'ladigan holatlari, ya'ni harakatga ruxsat beradigan holatlari avtomobilning tashqi ko'rinishi, fara chiroqlarining sozligi va dvigatellardan ortiqcha tovush chiqarmasligi, shina naqshlarining balandligi va yurish qismlarini tekshirganda harakatga boshqa qatnashchilar qilmaydigan bo'lsa, avtomobillingizda davlat ro'yxatiga olish ishlari amalga oshiriladi. Ular o'zidagi planshetlar orqali rasmga olib davlat ro'yxatidan oladi. Yoki agar o'sha ishlarni amalga oshirilmagan bo'lsa, sizni hech kim to'xtatmagan bo'lsa, avtomobilingiz soz bo'ladigan bo'lsa, hududingizdagi trip GAIga borib, avtomobillingizda davlat ro'yxatiga, ya'ni registratsiya qilishingizni tavsiya qilaman. Ikkinchi holatimiz, avtomobilimiz soz holatda bo'lgan soz holatda ham eski bo'lsa, ya'ni 85-yildan past bo'lsa ham ruxsat beradi. Xuddi yuqorida aytgan texnik parametrlariga javob berishi kerak. Va ko'pimizda avtomobillarimiz bor, lekin ular harakatlanmaydi, uyimizda saqlanib qolgan yoki metallomga topshirib olganmiz. O'shalarni ham ulardagi taqilgan davlat raqam belgilarini hududingizdagi trip GAIlarga borib topshirishingizni tavsiya qilaman. Aks holda sizni uyingizga jarima kelishi mumkin. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmaydi. Sog' va salomat bo'linglar.